Assalamu alaikum hörmətli televizor görgücülər. Görüp atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda ötən bir həftə jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Mən Erkin. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsilatları bolsun. Uyghur diyarıdaki siyasi bastırışda asaslı rol oynayotgan qanun sahasida Uyghur rəhbari kadrlarının keng ko'lamli tutqun qilinayotganligi diqqat qo'zg'amoqda. Yaqında Bayınqulun O'tir sotining bosh sotchisi G'olib To'mirning 6 oydan beri qamoqda ekanligi oshkorlandi. Muxbirimizning ahvol aniqlashi jarayonida aloqador xodimlar G'olib To'mirning tutqun qilinganligini dalillagan bo'lsa-mu, uning nima sababdan tutqun qilinganligi haqida ma'lumot berishni rad qildi. Vaziyatdan xabardor kishilar G'olib To'mirda qonun sohasidagi Uyg'ur kadrlarning navbatdagi tutqun harakatiga aktiv moslashmaganligi degandek sabablar bilan 200 deb ayblanganligini ilgari surmoqda. Yaqında Altay shahri Bo'richin va Qoban oylaridagi bir qism qozoq o'quvchilarining maktab oshxonasida cho'chqa go'shi yeyishni rad qilganligi uchun tutqun qilinganligi ma'lum bo'ldi. Radiomizga kelgan inkaslarda bir qism maktablarning oshxonalaridagi tamoq jadvalining ilvitilganligi, buning bilan qaysi tamoqda cho'chqa go'shi borligini bilish imkoniyati bo'lmaganlikdan bir qism qozoq o'quvchilarining buningga norozilik bildirib namoyish qilganligi aytilgan. Saqchi xodimlari bir qism qozoq o'quvchilarining tutqun qilinganligini dalillagan, ham o'quvchilarning norozilik harakatlariga taqobil turish uchun bexatarlikni kuchaytirish haqida yuqoridan uqtirish tushganligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, ammo norozilik namoyish bo'lganligini inkor qildi. Uyg'urlarning butun millat bo'yicha etnik tozalashga duch kelishi o'tgan haftada Fransiya, Rossiya, Amerika qatorliq davlatlardagi televiziya kanallari va gazet jurnallarida o'xshamagan shakllarda maxsus temalar bo'yicha tonishtirildi. Bir qism tonishtirishlar va maqolalarda Xitoydagi Uyg'urlarga qartilgan bu xil bostirishlarning etnik tozalash xarakteriga ega ekanligi ko'rsatildi. Bo'libmi Zimiston jurnali Uyg'urlar diyoridagi lagerlarning ishki ahvolini ko'plagan moddiy faktlar bilan bosh qilib, xalqaroga Uyg'ur diyorining navbatdagi ahvolini yechib ko'rsatishda aktiv rol o'ynamoqda. Buningga masalda Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarmi har qaysi dangliq axborot kanallarida maxsus temadagi suhbatlarga ishtirok qilib, Uyg'urlar uchrayotgan dahshatli siyosiy bostirishlarga tafsiliy tushuncha berdi. Har qaysi axborot vositalarining Uyg'urlar duch kelayotgan bostirishlar haqidagi ma'lumotlari sababli dunyoning o'xshamagan joylarida lagerlarga qarshi turli namoyishlar o'tirg'i chiqdi. O'tgan haftada Indoneziyadagi musulmonlarning Uyg'urlarni qo'llash namoyishi g'olabla Qirg'iziston, Turkiya, Germaniya, Tatariston qatorliq joylardagi har qaysi soha kishilari Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish harakatlariga qarshi mazmundagi lozinka va plakatlarni ko'tarib, har xil ko'lamda namoyish o'tkazdi. Turkiyadagi o'qituvchi partiyalaridan Buyuk Birlik partiyasi poytaxt Anqarada zo'r yig'ilish va namoyish tashkillab, turk xalqiga Uyg'urlar uchrayotgan zulmni yana bir qitim eslatdi. Indoneziyadagi namoyishning ko'lami zo'r bo'ldi. Turkiya Fan Akademiyasining 2018-yillik ijtimoiy fan va tabiiy fan sohasidagi munavvar yosh ziyolilarni baholash faoliyatida Uyg'urlardan doktor Burhan Said mukofot sohiblarining biri bo'lib tanlandi. Anqara shahridagi mukofot tarqatish marosimida Turkiya Jumhuriyatining raisi Recep Tayyip Erdo'g'an mukofot lonkisini Burhan Saidga o'z qo'li bilan topshirib berdi. Ma'lum bo'lishicha, Burhan Said bu qitim islom iqtisodiy va pul muomala sohasidagi izlanishlar bilan bu mukofotga erishgan ekan. Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan turli krizislar dunyoning diqqatini qo'zg'ayotganda, Amerika Davlat Majlisining bir qism a'zolari Uyg'urlarga ega chiqish va dunyo insonparvarligining o'rtaq inkosi mavzuliq qonun loyihasini tuzib chiqish taklifini o'tirg'a qo'ydi. Mazkur qonun loyihasida yuqori fan texnikalarini Xitoyga setib berayotgan shirkatlarni cheklash asos mazmun qilingan bo'lib, buningga Jumhuriyatchilar va Demokratlar partiyasidan bo'lgan siyosiy yo'llar imzo qo'ydi. Mazkur qonun taklif loyihasining o'tirg'a qo'yilishi Amerika Davlat Majlisiga Uyg'urlar haqidagi qonun loyihasi sunilgandan keyingi yana bir cho'ng ilgirlash bo'lib, Uyg'urlar masalasining xalqaralashishida zo'r ahamiyatga ega ekan. Hörmətli televizor görgüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelər həftə görüşkiçə aman bolunlar. Xeyr xoş.